Mana shunaqa sepli gusunistali motobloklarda sepini yangilab charchadingizmi? Mana shunaqa korobkalarni boshqa qo'yib charchadingizmi? Endi biz sizlarga seplari uzilmaydigan, original bo'lgan korobka qismlari ham eng katta solidorli variantlaridan yangi assortimentlarni olib kelib qo'ydik. Shu munosabat bilan hozir sizlarga bu gusunistali motobloklarimizni xohlaganlar komplekt holatida, xohlaganlar gusunistali motobloklarimizni o'zini ham sotib olishlaringiz mumkin. Bu degani xohlasangiz kelib mana shunaqa zanjirli seplaridan yoki da korobka qismlaridan ham biz do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda topishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu gusunistali motobloklar o'zi nima ishlar qiladi deb so'ragan akalarimiz uchun bitta bu gusunistali motobloklarimizni ishlash jarayonini ko'raylik. Tushunarliroq bo'ladi va keyin to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz. Bitta ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz sizlarga. Videomizni boshladik. Mana xudo xolasa motoblogimizda kultivator ishi amalga shu texnikadan barchangizga tavsiya etamiz. Mana Agatoy Yaypandan kelishibdi bular. Yaypan tumanidan ko'rishgan. Mana akalar ishlash jarayonlarini ko'rib bordilaring. Tanlov o'zingizda original bo'lgan gusunistali motoblok olishda qayerlarga qarab olishingiz kerak. Bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, sizga har bitta detali haqida ma'lumot berib boramiz. Hozirgi paytda bu gusunistali motobloklarning o'zini komplektida mana shunaqa dori soladigan selcha apparatlari, muolaja qilish uchun o'zini mana shunday payshaxalari va undan tashqari universalniy pluglari, kultivatsiya qilish uchun chizillari va agat oladiganlarini har xil modelli variantlari yetib kelgan. Aytib o'tganimda bu gusunistali motobloklarda hozirgi paytda eng asosiy joyi sep qismi, zanjir qismi va korobka qismi bo'ladi. Bu korobka qismini e'tibor beringlar. Arzonchiroq modellarida korobka qismlari kichikroq korobkadan qo'yilgan bo'ladi. O'zi gabarit tomonlama ham kichikroq va e'tibor beringlar. Seplarning razmerlari ham 16 sm variant bo'ladi. Seplari pechatli varianti ham bor, bez pechat variantlari ham bor. Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar iloji boricha seplar pechatli variantidan oling va korobka qismlarini aytib o'tganimda mana shunaqa solidor solinadigan variantidan olsangiz, ishonchliroq va sifatli bo'ladi. Sizga ko'proq xizmat qilib beradi. Xo'p, bu gusunistali motobloklarimizni hozirgi paytda biz do'konlarimizda 7 ot kuchli variantlari, 9 ot kuchli modellari, salarishli variantlari va benzinli modellarini 7 ot kuchli rollari uzun variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Va undan tashqari qo'shimcha qilib ketishimiz kerak. Mana shunaqa ikkita sepli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Asosiy plug tortishda, agatlarni olishda, bemalol yer haydashda ham foydalanishlaringiz mumkin. Kimga qaysi variantidan kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu gusunistali motobloklarimizni ma'lumotini tanishtiradigan bo'lsak, ko'pchilik qiziqadigan salarishli variantlarini ma'lumotini berib ketamiz. Bu salarkali variantlarida motorlari 173 motor, yoqilg'i turi salarka boklari 3 litrli. Bularda yurgizish joylari zavodni orqali yarimta tortmada yuradi va qo'shimcha sifatida mana shunaqa maslinli filtrlarigacha bor. Oldida dugalar bilan jihozlangan, aytib o'tganimdek, seplari pechatli variantidan bo'ladi. Razmerlari 16 sm varianti. Xo'p, bu gusunistali motobloklarimizni ishlash prinsipi motor ishga tushganda через remen orqali bu yerda o'zini shkifi bor, splenli shkif bo'ladi. Bularda pryamoy avtomat korobka bo'lganligi uchun pryamoy skoroskga solinadi va gazni qo'shganingiz hisobiga motoblogimizni spleni qo'shib через reduktorga harakat beradi. Reduktorlari ham aytib o'tganimdek katta оборот kelganda bu ichidagi shesternalari bo'ladi. Shesternalari yedirib ketmasligi uchun katta 550 talik korobkalardan qo'ydirib olib kelganmiz. Bularda aytib o'tganimdek 350 talik reduktorli variantlari ham sotuvda bor. Xo'p, bu gusunistali motoblogimiz ishga tushgandan keyin
oldiga ikkita, orqaga bitta skoruslari bor va boshqarish uchun mana shunday rolni o'zini xohlagan ligirovkangizga qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, bu gusunistalik motoblogimizda salarishning variantini amortizatorli varianti bo'ladi. Ikkitadan amortizatorlari bor, ikkala tomonidan. Bu qo'lingizga vibratsiya bermasligi uchun anchagina qulaylik beradi. Xohlaganlarga mana shunaqa amortizatorli varianti, xohlaganlarga bez amortizator varianti. Bu degani yerda ichida rollari uzunroq bo'ladigan bo'lsa, qulayligi qancha ko'p bo'lsa, sizga shuncha yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, bu gusunistalik motoblogimizda salarkali varianti edi. Endi mana shu holatda benzinli model. Ishlash prinsipi salarkali bilan bir xil, faqatgina motorlari benzin motorlardan qo'yilgan. Bularda ham katta 550 talik korobka qo'yilgan. Seplari pechatli bo'ladi, 16 sm seplardan qo'yilgan. Bu gusunistalik motobloglarimiz yordamida aytib o'tganimdek mana shunaqa dori soladigan selka apparatlar yordamida urug'larni ekishda va dorilarni solishda foydalanishlaringiz mumkin. 50, 60, 70 agat oralariga. Xohlasangiz haydalgan yerda mana shunaqa pluglari bilan yerda haydab, bemalol mo'la qilib yerda tekislashdan foydalanishlaringiz mumkin. Agatlarning ustini va haydalgan yerlarni. Va mana shunaqa pluglar yordamida bemalol ligirovka qilib xohlasangiz plug qilib ishlatasiz, xohlasangiz agat oladigan qilib ishlatasiz. Bu universalniy pluglari ham komplektga qo'shib beriladi. Va kultivatsiya qilish uchun 50, 60, 70 agat oralarini, bitta agat orasini bemalol pomidor, bodring va undan tashqari shunaqa qora ekinlarning ichini bemalol kultivatsiya qilishda foydalanishlaringiz mumkin. Undan tashqari aytib o'tganimdek, agat oladiganlargacha qo'shib beriladi. Mana shu agregatlari bilan komplekt holatda oladigan bo'lsangiz, hozirgi paytda bizning do'konlarimizda xohlasangiz gusunistalik motoblogni o'zini, xohlasangiz komplekt holatda ham olishlaringiz mumkin. Bu gusunistalik motobloglarimizning eng arzon varianti hozirgi paytda $450 boshlab $700, $850 va $900 assortimenti bor. Bu degani eng arzon varianti $450 boshlab gusunistalik motobloglarimizni o'zini va undan tashqari komplektga agregatlari bilan oladigan bo'lsangiz, xohlagan agregatingiz bilan ham sotuvda bor. Bu degani 5 xil agregatidan tashqari xohlasangiz bir dona plugi bilan olmoqchi bo'lsangiz, mana shu komplektni o'zini ham bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Faqat uni kelsalaringiz, qaysi agregatni olishingizga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Aytib o'tilgan narxlardan kami bor. Aytib o'tganda bularning asosiy korobka qismi, seplari va rollarning uzun kaltaligiga qarab narxlari o'zgaradi. Aytib o'tganimda eng arzon variantlar $450 dan boshlab komplektga bitta, ikkita, uchtadan agregatlar yoki bittadan agregatlar qo'shib olishingizga qarab $500, $550, $600, $750 gacha har xil assortimentda qilib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda o'zingizga kerakli agregat bilan olsangiz ham narxi yana ham yengilroq chiqadi. Komplekt holatda hamma agregati bilan eng zo'r variantlarni olaman degan kelamiz uchun narxni olsa salarkali variantlari $900 gacha chiqadi, benzinli variantlari esa $850 gacha chiqadi. Eng original variantlar. Bundan tashqari ikkita sepli variantlaridan olmoqchi bo'lib yurgan kelamiz uchun ikkita sepli variantlarni qulayliklarini aytib o'tib ketamiz. Rollari 360 gradusgacha burila oladi va pluglarni taqqan paytingizda xohlagan ligirovkangizga ligirovka bo'lib, yerlarda 30 sm dan 35-40 sm gacha yerlarni haydab bera oladi. Bularda ham ishlash prinsipi bular bilan bir xil. Motor через remen orqali ishlaydi, avtomat korobkali varianti. Xo'p, bularga qo'shimcha sifatida balon qo'yib yoki frezalarni qo'yib yerlarni haydashda foydalanishlaringiz ham mumkin. Aytib o'tganimda do'konimizda assortiment juda ham katta, yangi partiya, yangi modellar yetib kelgan. Aloqaga chiqinglar, ekranga nomer qoldirganmiz. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Xohlaganlarga bu agregatlarni o'zi sotuvda ham bor, xohlaganlarga zapchaslarini o'zi ham 100% o'zimizda bor. Aloqaga chiqinglar, narxlarni kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Bizning do'konimizda boshqa turdagi assortimentda ham motobloglarimiz sotuvda bor. Aloqaga chiqsalaringiz, bulardan ham narxlarni kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bizning do'konimizdan kelib yoki boshqa do'konlardan mana shunaqa motobloglar olayotganingizda shu maslahatlarga qarab oladigan bo'lsangiz, sizga anchagina foydasi tegadi.
yaxshiroq, originalroq va arzonroq motobloklarni ajratishda shu videolarga qarab ham bilib olishlaringiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.